Hayitdan keyin noninglar ko'payib nima qilishinglarni bilmayapsizlarmi? Masalasini hal qilamiz. Yo bismillah deb piyozni olib maydagina qilib to'g'rab olamiz. Endi savizini olib uzungina qilib to'g'raysizlar. Somonchadirmidi? Yaxlagan bolgarskiy ham bo'radi. Palon pulga svejiy shart emas. Agarda bo'lsa pomidor, bo'lmasa tomat sovurasizlar. Zelinglar xohishga ko'ra. Chesnoklarni ham parlatib to'g'rab tashlaymiz. Baxti ochilmayotgan nonlarimizni ham to'g'rab tashlaymiz. Alohida idishda qiyma, piyoz, tuxum va ziravorlar. Keyin yaxshilab urib savalab, buni dumaloqlaymiz. Endi qovurishga ham yetib keldi. Piyoz, savizi, bolgarskiy pomidor, zelin, chesnoklar va suv. Xohlagan ziravorlar. Yasab qo'ygan yumaloqchalarni yarim soatga dimlab ustini yopib qo'yamiz. Oxirida nonlarni solib 5 minutga dimlaymiz. Mana nonimizni ham baxti ochildi, ovqatimiz ham pishdi. Sizlar bu ovqatni nima deb nomlaysizlar? Non soldi, non jarkob, non po'pi? Albatta kommentda yozib qoldiringlar. Pozitivni yo'nalishda, o'zgacha uslubda. Albatta menga obuna bo'linglar, ona olib ketinglar. Oy yuzingga jon bilan